Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tobiinlarni hayot haqida o'qiyotgan darsimizning navbatdagisi kecha Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq. Bu ulug' tobiinni dunyoga kelishligi Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning xalifaligini oxirgi davrlariga to'g'ri keldi. Qosim ibn Muhammadni Oysha onamiz roziyallohu anha o'zining uyiga olib ketdi. Bu ulug' ayol, ummahatul mu'mininlarni afzallaridan bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ayoli Oysha onamiz nima ish tutdi? Qosim hikoya qiladi. Bizni amakimizning uyidan o'zining uyiga olib ketib, o'zini qo'ynida tarbiya qildi. Undan ko'ra mehribonroq, shafqatliroq ota-onani ko'rmadim. O'zini qo'li bilan bizni ovqatlantirar edi, lekin biz bilan o'tirib ovqatlanmas edi. Agar oshib qolsa bizdan, ana shu oshib qolgan ovqatni yeb qo'yar edi. Bizni yuvintirar, sochlarimizni tarab qo'yar, kiyimlarining oppog'ini kiydirar edi. Bizga yaxshilikni o'rgatib, uni qilishlikka undar edi. Yomonligini bizga tanitib, undan qaytarar edi. Toqatimiz ko'targanicha Allohning kitobidan bizga talqin qilar edi. Va aqlimiz yetganicha payg'ambarimizning hadislaridan bizga rivoyat qilib berar edi. Agar ikki hayit bo'ladigan bo'lsa, yaxshiligini yana ham ziyoda qilar edi. Arafa kunining kechida meni sochimni qisqartirib, meni va singlimni yuvintirar edi. Tong yotganda esa yangi kiyimlarni kiydirib, Eid namozini o'qib kelishimiz uchun Masjidun Nabaviyga yuborar edi. Bu Oysha onamizning qilgan ishi. Ya'ni bu ulug' ayolni Qosim ibn Muhammadni tarbiyasiga bo'lgan e'tiborni ko'ring. Robbisini tanigan ayol, hayotda o'zini vazifasini nima ekanligini tushungan ayol. Bunday ayolga ega bo'lgan erkak haqiqiy baxtli erkak. Chunki qarang, Robbisini taniydi, o'zini haqqini biladi, o'zini mas'uliyatini ham biladi erining oldida. Va qilish kerak bo'lgan ishini ham aniq biladi. Va mana shu narsani orqasidan yuradi. Zamonamiz ayollarni qarasangiz, unisini ham bilmaydi, ko'pchiligi bunisini ham bilmaydi. Allohni tanimaydi. Faqat haqqini biladi. O'lchovlar ko'chadagilardiki, falonchi unday qildi, po'kinchi bunday qildi, shuni qilib berasan. Shuning uchun birodarlar, mana uylanish arafasida turgan ukalar dindor bo'lsin. Allohni tanigan bo'lsin. Juda ham ilmli bo'lmasa ham mayli. Ko'p ham ko'chaga yugurmagan, 5 mahal namozini o'qigan, avratini yopgan, iffatini saqlagan bo'lsa bo'ladi. Agar ayol mana shunday bo'ladigan bo'lsa, uni qadrini bu dunyoda bir boyligi bilan, puli bilan o'lchab bo'lmaydi. Shuning uchun ukalar, birodarlar, uylanish arafasida turganlar farzandlaringizga ona bo'ladigan ayolni tanlashlikda qattiq e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu ayol bolani tarbiya qiladi. Uni axloqi, iffati, omonatdorligi, rostgo'yligi, ilmiy, ijtimoiy tarbiyasiga e'tibor berishlik kerak. Bu o'ta muhim va xatarli mavzu. Kunlarning birida deydi Qosim ibn Muhammad bizga oppoq kiyimlarni kiydirdi. So'ngra meni bir tizzasiga, singlimni esa ikkinchi tizzasiga o'tkazdi. Amakim Abdurrahmonni chaqirgan ekan. U kirgach unga salom berdi-da, so'ngra aytdi. Endi ukasiga gapiryapti. Allohga hamd aytdi Oysha onamiz, payg'ambarimizga salovat aytdi. Avval ham, keyin ham undan ko'ra bayoni shirinroq, so'zi go'zalroq na bir erkak va na bir ayolni ko'rmaganman. Oysha onamiz aytdi. Ey uka, bu ikki go'dayni sizdan uyimga olib ketganimdan beri mendan xafaligingizni ko'ryapman. Chunki Abdurrahmon, Abu Bakrning o'g'li Abdurrahmon bu ikkala jiyanini uyga olib kelib tarbiya qilmoqchi bo'lganida Oysha onamiz olib ketib qoldi. Men endi bir muddat boqib, bir necha yil o'tdi. Endi chaqirdi Abdurrahmonni. Vallohi men haddimdan oshganim uchun yo bularda haqqini ado qila olmaysiz deb yomon gumon qilganim uchun olib ketmovdim. Siz erkaksiz, ayollaringiz ko'p. Bu ikkala yosh bola yosh bo'lganligi uchun o'zini xizmatini ado qila olmaydi. Ayollaringiz bulardan sodir bo'ladigan ishlarni ko'rib, tabiatlari ko'tara olmasligi mumkin edi. Shundan qo'rqdim. Bunday vaqtda ulardan ko'ra men haqliroman jiyanlarimga qarashlikka deb o'yladim. Mana endi ular ulg'ayib qolishdi. O'zlarini xizmatlarini o'zlari eplay olishadi. Endi olib ketavering dedi. Ammani qarang. Hozir odamlar o'zinikiga ham toqat qila olmayapti. Amakim Abdurrahmon bizni uylariga olib ketdi. Shunday qilib Bakri yigitni qalbi Ummul Mu'minin Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyiga qattiq bog'lanib qoldi. Birodarlar, bola mehr ko'rishligi kerak.
onani mehrini uni suti bilan badaniga singdirishligi kerak. Mehr ko'rgan bolagina mehr ko'rsata oladi. Hozirda birodarlar, g'arb olamini qarasangiz, mana shu odamlarning o'rtasida o'zaro muomalalarda shafqat yo'q. Mehr yo'q. Bir-biriga bir bemehr, shafqatsiz bo'lib ketgan. Sababi nima, bilasizlarmi? G'arbda tug'ilayotgan bolalarning 60% benikoh tug'ilyapti ekan hozir. 10 tadan 6 tasi otasi kimligi noaniq. Endi bunaqa yo'l bilan dunyoga kelgan bolalarni nima bo'lishini kutasiz? Eshitib, yoqiladi ushaysizlar, nima deydi? Odam go'shtini yeydigan bo'lib ketibdi. Erkak, ayolga ayol yaqinlik qiladigan bo'lib ketibdi. Qayerdan kelyapti bular, bilasizlarmi? Mana shunday bir noshar'iy yo'l bilan, harom yo'l bilan dunyoga kelgan bolalar. Mana men istab mana shu ma'lumotni topib keldim. Hozir shuni o'qib beraman. Kecha bu darsni tugatib qo'ysam bo'lar edi. Ammo bunga ulgurmas edim. 1960-yildan boshlab 2013-yilgacha bo'lgan statistika 100 ta tug'ilgan boladan 60-yillarda nechta valada zino tug'ilgan, benikoh, 2013-yilga kelganda nechtaga ko'tarilgan. Men bir 5 tasini, 6 tasini o'qib beraman. Endi ko'rasizlar, nimaga bular erkak yotsa hammasi normallik bu deyapti? Nimaga bular bunaqa iflos narsani qabul qilaveryapti? Nimaga bir aqlga sig'maydigan narsani bular tabiiy narsa deb qabul qilyapti degan savollarga shoyat javob toparsizlar. Bolgariya 1960-yilda 8 dona bola to'g'ri kelgan. 100 ta tug'ilgan chaqaloqdan 8 tasi valada zino bo'lgan. 2013-yilga kelganda 59.1%. Tug'ilayotgan bolalarning yarmidan ko'prog'i valada zino degani. Endi bulardan nimani kutasiz? Ikkinchi o'rinda Sloveniya 60-yilda 9 ta ekan, 100 taga haromdan tug'ilgan bola, hozir 58 ta ekan. Qaqa kerak qarab ketyapti bu g'arb. 3-o'rinda Shvetsiya 11-3 ta ekan, hozir 54-4 taga to'g'ri kelar ekan. Bu-chi Rabdomda tug'ib, otasi kim desa otasini bilmayman deganlar. Bu rasmiy statistika, bir 20 ga yaqin manbadan olingan ma'lumotlar. O'shuning uchun biz qabul qila olmaymiz bularning hozirgi qadriyatlarini, peshqadamlik, taraqqiyot deyotgan va tushunchalarni biz qabul qila olmaymiz, chunki biz unaqa haromdan tug'ilmaganmiz biz. Bizni tabiatimiz ko'tarmaydi biz pokiza tug'ilganmiz. Ammo bular qabul qilaveradi. Qip yalang'och olib yurib miting o'tkazyapti, demonstratsiya. Nudistlar. Yalang'och tug'ilganmiz, yalang'och yurishimiz kerak. Erkak, ayol, yosh bola yalang'och yurishdi ko'chada, demonstratsiya qilib. Gey paradni qo'ying hali. Bu o'zlarini bergan statistikasi. 4-o'rinda Daniya 100 taga 708 ta to'g'ri kelar edi, hozir 51.5. Modomiki yaxshilab bilib olinglar, dinimizda turar ekanmiz, biz turamiz o'rnimizda. Agar dinimizdan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, biz bilan shularga kepatasiga kirib ketamiz. Alloh saqlasin. Mana bu Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr otasi onasidan ajralib qoluvdi, qaraydigan ammasi bor ekan, o'zini bolasidek tarbiya qilyapti. Haqni ko'rsatyapti, oq-qorani tanityapti. Qosim ibn Muhammad hikoya qiladi. Bir kuni ammam Oysha roziyallohu anhoga, "Ey amma, pardani ko'taring, menga Nabiy sallallohu alayhi vasallamni va ikki sohibini qabrini ko'rsating" dedim. Oysha onamiz roziyallohu anhoning hujralarida payg'ambarimiz vafot etganlar va mana shu vafot etgan joyga ko'milganlar. Va mana shu joyga Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob roziyallohu anhumolar ham dafn qilingan. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning masjidiga borib ziyoratga kirar ekanmiz, salom berib o'tamiz mana hojakelar. Borgansizlar, ko'rgansizlar. U paytda Oysha onamizning hujrasida parda bilan to'sib qo'ygan edi. Qosim ibn Muhammad Oysha onamizdan so'radi. Ko'zdan berkitish uchun to'sib qo'ygan edi, men uchun ularni ochdi. 3 ta qabr. Kimlarning qabri? Hidoyat nurini bizga olib kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni, Abu Bakrni va Umar ibn Xattobning qabrlari. Chiroyli ketishdi. Payg'ambar rozi bo'ldi ulardan. O'zlari rozi bo'ldi Robbisidan hayotidan. Alloh ham ulardan rozi bo'ldi. Ular qiyomat kuni oladigan mukofotini kutib yotishibdi. Biz nimani kutib yotamiz, birodarlar? Men Rasulullohning qabri qaysi deb so'radim. Oysha onamiz qo'li bilan ishora qilib, "O, ana unisi" dedi-da, ko'ziga yosh keldi. Va men ko'rib qolmasligim uchun tezda aytib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabri qolgan 2 qabrdan muqaddam turar edi. Meni bobom Abu Bakrning qabri qaysi deb so'radim. Ona deb ko'rsatdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bosh tarafida oldiga ko'milgan edi. Bu Umarning qabrimi deb so'radim.
U ha dedi. Umar ibn Xattobning boshi bobomning biqini yonida, Rasulullohning oyoq tomoniga yaqin edi dedi. Ilmiy manzilati. Bu Bakri yigit ulug' edi. Qur'onni yod oldi. Alloh qodir qilganicha payg'ambarimizning hadislarini oshonamizdan o'rgandi. So'ngra Masjid-i Nabaviyni o'ziga lozim tutdi. Har bir masjidda, har bir ustuni oldida bittadan ilm halqasi bor edi. Abu Hurayra, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Zubayr, Abdulloh ibn Habbob, Rofi ibn Hudayj, Umar ibn Xattobning mavlosi Aslam roziyallohu anhum ajmain. Ulardan mana shu ulug' olim sahobalardan ilm oldi. Mujtahid olimlar martabasiga yetdi. O'zining zamonasini eng yirik olimlardan bo'ldi. Qarang, tobiinlarda hammasini gapirganimizda nimani gapiramiz bitta? Hammasida bor shu narsa. Ilmli bo'lgan. Ey ukalar, ilmli bo'linglar. Ilm o'qinglar. Ilmi komil bo'lgach muallimlik qildi. U va uning xolasini o'g'li Solim ikkalasi Madinaning ikkita ishonchli imomiga aylandi. Odamlar bu ikkisidagi taqvo va xudojo'ylikni ko'rib, ularning so'zlariga quloq tutishdi. Insonlarning qalbidan ular joy olishdi. Banu Umayyaning xalifalari ham, valiylari ham Madinaning ishlarida ularning maslahatiga quloq tutishar edi. Ana shu davrda xalifa bo'lib turgan Valid ibn Abdul Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidini kengaytirmoqchi bo'ldi. Ana shu paytda Madinaning valisi Umar ibn Abdul Aziz edi. Xalifa mana shu maqsadini bayon qilib, xat yozib valiga jo'natdi. Bu maqsadini amalga oshirishlik uchun masjidni to'ra devorni buzishligi kerak. Payg'ambarimizning ayollarini, hujralari ham masjid ichiga o'tib ketishligi kerak. Endi masjidni buzaman desa, ayrim odamlarga Madina ahliga yoqmasligi mumkin. Shuning uchun vali Umar ibn Abdul Azizga maktub yozib, shunday dedi: Masjid-ul Nabaviyni 200 ga 200 ziro qilib kengaytirmoqchiman. 200 ga 200. Uning 4 devorini buzib, Ummahatul Mu'mininlarning hujralarini uni ichiga ol. Atrofdagi uylarni sotib ol. Agar qodir bo'lsang, qiblani ham oldinga sur, qibla tomonni ham oldiga jildir. Tog'alaring Hattob urug'i oldidagi manzilating sababli shu ishda uddalolasan. Agar Madina ahli senga qarshilik qilishsa, rozi bo'lishmasa, Qosim ibn Muhammad va Solim ibn Abdulloh ibn Umarlarning yordamiga murojaat qil. Ularni mana shu ishda sherik qil. Chunki xalq bularning gapiga ergashadi. Odamlarning uylarini narxini to'lashda saxovat ko'rsat. Yaxshi pul to'la masjid uchun. Chunki sendan avvalgi salafus sodiqlar Umar ibn Xattob ham, Usmon ibn Affon ham mana shu ishni qilishgan. Masjidni ular ham kengaytirishgan. Vali Qosim ibn Muhammad va Solim ibn Abdullohni va Madinani ko'zga ko'ringan kibor kishilarni chaqirib, ularga maktubni o'qib berdi. Ular xursand bo'lishdi. Ular xursand bo'lib, mana shu buyruqni amalga oshirishga o'zlari ham kirishdi. Mana bu ikki muborak olim, tobein ham masjidni devorlarini buzishlikda shaxsan o'zlari ishtirok etishdi. Endi ularni ko'rganidan keyin Madinaliklar ham iqbol qilishdi bu ishga. Diqqat. Rum podshosi Amirul Mu'mininni masjidga qilayotgan harakatini, masjidni yangilamoqchi bo'layotganligini eshitib turib, 200 ming misqol oltin yubordi. Yana Rum yeridagi eng mohir quruvchilardan 100 kishini ham bunga qo'shimcha qildi. Bu bilan xalifani qalbini kasb qilmoqchi bo'ldi. Musulmonlarning qalbini kasb qilishlik uchun sarflagan ekan pullar. Hozir nima bo'lyapti olamda? Bilamiz nima bo'lyapti. Hozir musulmonlar ana shu kofirlarning qalbini kasb qilishlik uchun nima ishlar qilishmayapti. Bir davrlar bo'lgan ekan, musulmonlarning qalbini kasb qilgani ular haris bo'lgan ekan. Bularning hammasini xalifa Madinaga Umar ibn Abdul Azizning oldiga yubordi. Shunday qilib, vali Umar ibn Abdul Aziz buyruqni amalga oshirdi. Uni mavqiflaridan. Bir kuni Minoda turar ekan, odamlar uni atrofida savol berishdi. Ayrim savollariga bilmayman deb javob berishdi. Odamlar hayron bo'lishdi. Qosim ibn Muhammad bilmaydimi shu narsani? Shunda bu ulug' tobiin nima dedi? Vallohi sizlar so'rayotgan hamma narsani bila olmaymiz. Agar bilsak yashirmaymiz. Bilsak yashirsak bu bizga halol bo'lmaydi. Allohning haqlarini bilgandan keyin bilmagan narsasini ham bilaman deyishdan ko'ra kishini johil bo'lib yashagan yaxshiroqdir. Qaytaraman. Biz fatvo berishga usta bo'lib ketamiz-ku. Bilmayman deb qo'yish yarim ilm. Men bilmayman ekan bu narsani deb qo'yish yarim ilm. Gapni qarang. Allohning haqlarini tanigandan keyin
bilmagan narsasini ham bilaman deyishdan ko'ra, hech narsani bilmasdan johil bo'lib yashagan yaxshiroq dedi. Fatvo bergani shoshilmaydi. Bilmaymizmi? Bilmayman deb qo'yavering. Avtoriteti tushib qolmaydi bu bilan. Aksincha, bilmagan narsasini bilmayman degani kibr qilmayapti deydi, hurmatingiz oshadi. To'g'rimi? Mashhur qissa, 2 oylik masofani bosib, bir jamoa odam Imom Malikning oldiga kelishdi. Ular bu imomga 73 ta savol tayyorlab kelishgan edi. Ayrimlarga javob berdi, ayrimlarga bilmayman dedi. Hayron bo'lishib, Imom Malik bo'lib turib bilmaysizmi deyishdi. Imom baland ovozi bilan, o'zing tomondagilarga borib hammasiga e'lon qil. Imom Malik falon masalani bilmaydi ekan. Aytaver qo'yma dedi. Ya'ni bilmayman deyishlik nima emas ekan? Ayb emas ekan. Bilmayman degan so'zni faqatgina taqvoli ilmli odam ayta oladi. Bilmayman deyishligi bu katta narsa. Agar bir odam hamma yo'lda bilaman desa, bu odam hech narsani bilmaydi ekan. Men bilaman, men uje olimman dedingizmi? Bo'ldi siz johilsiz. Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakrni ajali erta keldi. Hajni qasd qilib ketar ekan, dunyodan chiqib ketadigan vaqt yaqin bo'ldi. O'limi yaqinligini sezgach, o'g'liga qarab aytdiki, agar men o'lsam dedi, o'zim namoz o'qigan kiyimlarimda meni kafanlagin. Chunki mana shu narsa bobong Siddiqning kafani bo'lgan edi. So'ngra lahadimni tekis qilganda, ahlingga bor, ketaver. Meni qabrim ustida turib, bu odam palonchi, palondoq edi demanglar. Men hech kim emas edim dedi. Kamoli bu ulug' tobiinni kamtarligidan bu. Meni maqtamanglar, men hech kim emas edim dedi. Xotima. Kimgadir mansab eshigi yopiq bo'ladi. Kimgadir moli davlat eshigi yopiq bo'ladi. Kimgadir nasl nasab eshigi yopiq bo'ladi. Ammo har bir odam uchun ilm eshigi ochiq bo'ladi. Moling bo'lmasa ilm o'qi. Nasl nasabli bo'lmasang ilm o'qi. Mansabsiz bo'lsang ilm o'qi. Hikmatda aytiladi, agar dunyo istasang ilm o'rgan. Agar oxiratni istasang ilm o'rgan. Ikkalasini teng istasang ilm o'rgan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga foydali ilm ato etgan bo'lsin va mana shu ulug' tobiinlarning hayotini eshitib o'zimizga ibrat olishlikni nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.